Hurmatli obunachilar, 2026-yil 2-may sanasiga ko'ra biz Kitob shahrida oshxona mebelimizda o'z nihoyasiga yetkazdik. Ajoyib va shinamgina bo'lgan bez ruchkalik podsvetkalarni mana kulchatib qo'yib ekanmiz. Ko'rib turibsizlar. Tipa past podsvetkalar bor. Materiallari yaxshi, rossiyskiy MDF dan qilingan. Yana nimasini alohida aytib o'tishimiz kerak, stanitsasi Dana firmasiga tegishli, ya'ni rossiyskiy suvga chidamli bo'ladi. Endi suvga chidamli degani buni suv oqizib qo'ying degani emas. Imkon darajasida suvdan asrash kerak. Lekin moshni sifatli stolishnica bo'ladi bu. Panelni gaz plitasi, moykasi alohida. Xitoy moykasi qo'yilgan. Bu ham yaxshi. Ichida mana shunaqa o'zini taxtakachi chiqadi. Qulayligi buni mana meva yuvarilganlari alohida. Mana bunday Niagara sharsharasiga o'xshab tushadigani bor. Keyin mana ham ikkita rejimda ishlaydi. Uni xohlagancha xohlagan tomonga surib bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Yana filiz tomoni ichimlik suvi uchun ham maxsus chiqadigan joyi bor. Hozircha filtr qo'yilgani yo'q, shu uchun o'rnatilgani yo'q. Kabda chiqaradigani va piyola yoki bo'lmasa stakan yuvib olish uchun maxsus joyi mavjud. Kimga mashina xizmatlar kerak bo'lsa, universal jamoasiga murojaat qilaverasizlar.